Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilar. Bugun Dalasi 26 gaplashamiz. Men Dalasi Azam. Xo'p, Dalasi 26da futbolchilar ko'tarilgan, birovlari joyi qo'ygan, birovlar pasayib ketgan. Cristiano Ronaldo va Lionel Messi ham ko'tarilmadi ham joyida qolmadi. Ular bir xil turibdi. Aslida ko'tarilishi kerak edi. Muhammad Salah 95 bo'lib ketdi. Короче, shuni aytmoqchiman. Sanif ko'tarildi. Menda sanifni ko'plardan oldin olib qo'ydim. Hozir sanoqli odam ekan. Mana shunda to'g'rilab turdim. Menda Abduqodir Husanov. Bu tezliklari joyida, yaxshi himoyachi deb hisoblasak bo'ladi. Oldingi yili dunyo bo'yicha 3-o'rinni oldi, tez yurish bo'yicha. Eng ko'p yugurgan bo'yicha-da endi. Jotani ham olib qo'yganman. Faqat kuchaytirishim kerak. Ham futbolistlar o'zimcha kerak emas. Rostay turibdi. Lautaro tushgani yo'q, joyida turibdi. Son joyida turibdi, ko'tarilgani ham yo'q, tushgani yo'q. Lekin Rodrigo tushib ketdi. Yana bu kunlarda aytsak bo'ladi. Fini ko'tarilgani yo'q. Sonni ham gapirsak bo'ladi. Alba tushib ketdi. Son juda ham zo'r kuchaytirilgan. Yaxshi o'ynagan. Alisson ham tushib ketdi.